Assalomu alaykum, hammaga xayrli kun. Bugun Maxning Dvarkadagi filialida tibbiy onkologiya bo'limi direktori doktor Piyush Bajpay bilan birgalikda onkologiya bo'yicha muhim ko'p so'raladigan savollarga javob olamiz. Hello sir, I have given your small introduction. You can introduce yourself and then we'll continue with the questions. My warm greetings. Hindistondan New Delhidan sizlarga samimiy salomlar va namaste. Men doktor Piyush Bajpay. Men New Delhi shahridagi Max Super Specialty Dvarkada joylashgan shifoxonada faoliyat yurituvchi tibbiy gemato-onkologman. Biz markazimizda saraton kasalliklarining barcha turlari bilan shug'ullanamiz. Bemorlarni jamoaviy yondashuv va fanlararo hamkorlik asosida davolaymiz. Bugun bizda ko'pchilikni qiziqtirgan savollardan ba'zilariga javob olamiz. Ya'ni bu onkologiyaga nimalar sabab bo'ladi? Bu kasallik kelib chiqishiga o'zi saraton nimadan kelib chiqishi mumkin? So the main question which most people ask is what's the reason behind this cancer? Why it comes out? What are the reasons which is causing to this problem? So what we see Osiyo mamlakatlarida, jumladan bizning mamlakatimizda va sizning mamlakatingizda shuni ko'ryapmizki, saraton kasalliklarining katta qismi hayot tarzi bilan bog'liq. Taxminan 60-70% saraton holatlari hayot tarziga bog'liq. Bular chekish, spirtli ichimlik iste'moli, yog'li ovqatlar va qayta ishlangan mahsulotlarni ko'p iste'mol qilish bilan bog'liq. Saraton kasalliklarining taxminan 10-15% esa irsiy bo'lishi mumkin. Ya'ni ota-onadan o'tadigan genlar sababli saraton rivojlanishi mumkin. Demak, sabablarni bilib oldik. Endi biza o'simta misol uchun aniqlash uchun yoki o'simtani misol uchun oldindan bilish uchun qanaqadir tekshiruvlar bormikan? Shu haqida so'rab ko'ramiz. Sir, is there any investigations which we can do to check our body, like are we free from cancer, or this kind of analysis are there or not, so that people will be aware of their condition? That's a very good question. Bu juda yaxshi savol. Ha, bunday testlar hozir mavjud. Biz to'liq davolash yakunlangandan so'ng bemorni tekshirib boramiz va saraton to'liq yo'qolmaganligini baholaymiz. Biz muntazam ravishda odatda har 3-6 oyda kompyuter tomografiyasi tekshiruvlarini o'tkazamiz. Ko'krak qafasi va qorin bo'shlig'ining kompyuter tomografiyasi tekshiruvlari qilinadi. Ba'zi hollarda qon tahlillari ham yordam beradi. Ular saraton biomarkerlari deb ataladi. Masalan, yo'g'on ichak saratonida CA, tuxumdon saratonida CA125 kabi qon tahlillari. Bu testlar saraton yo'qolganini yoki qaytalanmayotganini ko'rsatadi. Demak, bilib oldik qanaqa tekshiruvlar kerak ekan. Xo'p, endi bizda savol nima bo'ladi? Ko'pchilik bemorlar so'rashadi. Men ularga taklif qilganimda lecheniyani, tekshiruvlarni Hindistonda qilgan ma'qul deganimda, bizada doktorlar aytishadi, misol uchun bu kimyoterapiya masalan standart deyishadi. Bu haqida, demak, standartmi? Bu yoqda lecheniya, tekshiruvlar yoki misol uchun davolash usullari o'zimizdagi bilan nimalari bilan farq qiladi, u haqida bilib olamiz. Sir, what is the difference between treatment which we are providing to the patients and what's the important there? Because we offer many patients to come here and do the investigations, then you can continue your treatment under our supervision. We say like this, and what can we give to them? Like, what's the difference with our treatment, like if we compare with others? So Yana bir yangi test mavjud. Bu aylanib yuruvchi o'smaga oid DNK, ya'ni tumor DNK. Bu zamonaviy qon tahlili bo'lib, ayrim saraton turlarida, masalan, yo'g'on ichak yoki ko'krak bezi saratonida, saraton tanadan butunlay yo'qolmaganini aniqlashga yordam beradi. Davolash usullarini solishtirish bu murakkab savol. Chunki menda boshqa markazlarda qanday davolash haqida ma'lumot yo'q. Ammo shuni aytishim mumkinki, bizning bo'limda turli mutaxassislar bilan yaqindan hamkorlik qilinadi. Radiologlar, jarrohlar, nur terapiyasi mutaxassislari va jarrohlik onkologlari bilan birgalikda ishlaymiz. Men tibbiy onkologman va agar operatsiya zarur bo'lsa, buni jamoa bilan muhokama qilamiz.
Bemorni birinchi ko'rgan kunimizdayoq aniq va to'liq davolash rejasini tuzamiz va shundan keyin davolashni boshlaymiz. Ikkinchidan, biz kimyoterapiyani kunduzgi davolash sharoitida o'tkazishga harakat qilamiz. Bu bemorlar uchun qulay bo'lib, kasalxonada uzoq yotib qolishga hojat bo'lmaydi. Uchinchidan, kimyoterapiya vaqtida barcha aseptik qoidalar qat'iy bajariladi. Buni ko'p yillik tajribaga ega, maxsus tayyorgarlikdan o'tgan kimyoterapiya hamshiralari amalga oshiradi. Dori aralashmalari steril sharoitda, laminar oqimli maxsus qurilmalarda tayyorlanadi. Kimyoterapiya tugagach, bemorda nojo'ya ta'sirlar bo'lmasligi uchun qo'llab-quvvatlovchi dorilar beriladi. Biz bemorlarni doimiy nazoratda ushlab turamiz. Bemorlar biz bilan aloqada bo'lishadi, muammolarni aytishadi va biz ularni hal qilamiz. Demak, bu yoqda endi shifokor aytganlaridek taqqoslolmayman, lekin biz bemorlarga nima bera olishimiz haqida aytib bera olaman dedilar. Endi eng muhim keyingi savol bu onkologiyaning davosi bormi? Ya'ni saraton davolasa bo'ladigan kasallikmi va bunda nimalarga e'tibor berish kerak? Sir, the cancer is treatable or not? The main question which people ask, because once they come to us with the cancer, they think like it's not treatable first of all, and if it's treatable, what are the things they should consider when it's detected? So, Saraton albatta davolanadigan kasallik. Birinchidan, saratonni erta bosqichda aniqlasak, aksariyat hollarda uni to'liq davolash mumkin. Hatto kech bosqichlarda ham saratonni davolash, bemorning ahvolini yengillashtirish va umrini uzaytirish mumkin. Bugungi kunda juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Eng muhimi, saratonni erta aniqlash. Buning uchun muntazam skrining tekshiruvlar zarur. Masalan, 50 yoshdan keyin mammografiya o'tkazish mumkin. Shuningdek, 50 yoshdan keyin kolonoskopiya ham muntazam amalga oshirilishi kerak. Chekuvchi bemorlar uchun past dozali kompyuter tomografiyasi tekshiruvi tavsiya etiladi. Shuningdek, tanada yangi, noodatiy belgilar paydo bo'lsa, darhol shifokorga, ayniqsa onkologga murojaat qilish kerak. Demak, onkologiya saraton davosi bor ekan, faqat biz bu narsani vaqtida aniqlashimiz juda ham muhim hisoblanadi kasallikni davosi uchun. Va keyingi bizda muhokama qiladigan narsamiz bu bugungi kundagi rivojlangan texnologiyalar bizni saratonni davolashimizga qanchalik darajada imkoniyat yaratib beryapti, shu haqida ma'lumotlarga ega bo'lishimiz kerak. Sir, nowadays we are in a medicine is improving a lot if we compare with 10 years back. So what are the new things which has come into this healthcare in case of oncology for treating the cancer? so I'll speak. Endi tibbiy onkolog nuqtai nazardan gapiraman. Tibbiy onkologiyada eng katta o'zgarish o'smalarni va bemorning organizmini chuqurroq tushunishdir. Bu shaxsiylashtirilgan tibbiyot deb ataladi. Shaxsiylashtirilgan tibbiyotning bir qismi aniqlik tibbiyoti, ya'ni precision medicine. Bu o'smadagi denga qanday harakat qilishni bilish orqali amalga oshiriladi. Agar o'smadagi mutatsiyalarni bilsak, davolashni yanada aniq va samarali olib boramiz. Bunday dorilar maqsadli terapiya deb ataladi. Yana bir katta yutuq immunoterapiya. Bu usulda dorilar yordamida organizmning immun tizimini faollashtiriladi va saratonga qarshi kurash kuchaytiriladi. Bizda demak shifokorimiz tibbiy onkolog sifatida bu sohada bularda qo'shilgan yangiliklar haqida ma'lumotlar berib o'tdi. Endi bizda keyingi savol va muammolar nima bo'ladi? Onkologiyada diagnostika qanchalik darajada muhim? Chunki bizda diagnostika bo'yicha juda ham oqsashlar bor. Shu haqida ham ma'lumotlarga ega bo'lsak, baribir bemorlarimiz uchun foydali bo'ladi degan umiddaman. So next thing is what is in oncology. So in our country, what I have seen is we don't pay attention much to the diagnosis. What is the diagnosis is the main thing of the treatment. So how actually there what happens is what will be difficult for us to detect the diagnosis. Yeah. So what's the important here in our So specialty? diagnosis is
tashxis juda ham muhim. To'g'ri tashxis bo'lmasa, to'g'ri davolash ham bo'lmaydi. Saraton tashxisi tajribali patolog, radiolog va intervention radiologga bog'liq. Albatta, tajribali onkologik jamoa ham muhim. Bu turli sohalarning o'zaro hamkorligidir. Bu to'liq jamoaviy ish. PET-CT, immunogistokimyo, NGC kabi yangi texnologiyalar tashxisni yanada aniqroq va davolanishni samaraliroq qiladi. Is it like that, for example, if we do the biopsy from one lab, can it come different in another labs? Is it compulsory that we should check the biopsy with different centers? As you said, unfortunately, Afsuski, ba'zida turli markazlarda turlicha xulosalar chiqishi mumkin. Bu markazning tashxis tizimi qanchalik tasdiqlanganligiga bog'liq. Yaxshi patologiya, radiologiya va ichki audit tizimiga ega markazlargina ishonchli hisoblanadi. Bunday markazlarda aniq protokollar, tashxis algoritmlari mavjud bo'ladi. Standart operatsion protseduralarga rioya qilish juda ham muhim. Shuningdek, texnologiya va inson resurslari birdek muhim. Zamonaviy uskunalar va bilimli mutaxassislar bo'lmasa, sifatli davolash bo'lmaydi. Rahmat. Demak, bu joyda faqat bitta odamga yoki bitta tekshiruvga bog'liq emas ekan. Bu yoqda masalan bitta analizi chiqishi ham, u narsa biopsiya deymiz, onkologiyaga chalinganlar biladi. Turli xil sentrlarda tekshirilishdan maqsad u yoqda texnologiya va inson resursi baribir farq qilar ekan. Shu jihatdan ham turli xil sentrlarda tekshirish muhim ekan. Bitta joyda tekshirilgan asosda xulosalar berish ham ancha qiyin bo'ladi. Demak, u aniq xulosalarga kela olmasligimiz mumkin ekan. Thank you so much, Yeah, sir, thank for you. your time. Rahmat hammaga.